Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Kelganingiz bilmay qolibman. Charchamadingizmi? O'tiring, qoringiz ochgandir. Bilasan qizim, men erkak kishiman. Ko'p vaqtim ko'chada o'tadi. Sen ham katta qiz bo'lib qolding. Shu tarbiyang bilan shug'ullanadigan bir ayol kerak. Dada, men yosh qizga nasihatni o'qiyman. Ko'p narsa o'rgandim. Kitob o'qiganing yaxshi qizim, lekin senga ona kerakmi deyman-da. Ona dedingizmi? Ha qizim. Ana endi gapiring. Suhbatimizni onam rahmatligini rasmlarini eshitmasin. Chunki sizni hamma ayollardan qizg'anardilar. Bugun bir uyga borgandim. Ishga chaqirishganda. Dadalar olamdan o'tgan ekan. Uy juda saramjon. Bitta kichkina o'g'il bor ekan. Dadajon, ayol qanaqa ekan? Chiroylimi? Ayolni ko'rmadim. Faqat o'g'li bilan gaplashdim. O'g'liga zo'r tarbiya beribdi. Haqiqiy erkak qilib tarbiyalabdi. Bilasan qizim, u bolaga kichkinaligida ona tarbiyasi yetarli bo'lgandir. Senga shu yoshinggacha men bergan tarbiya yetarli bo'lgandir. Lekin endi senga ona tarbiyasi, u bolaga dada tarbiyasi kerakmikan deyman. Tushunarli. Dadajon, agar ukalarim yoki singillarim bo'lsa, meni unutib qo'ymaysiz? Bu nima degan qizim? Men sizni yaxshi ko'raman. Dada, o'sha ayolni uy qattaligini bilasiz? Ha, Mana o'sha yerga boring. nimaga? Sovchilikka.